Leksiyalarımızı davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugünkü islaha 2021 yıl 4. ayının 7. günü. Endeki leksiya ve mavzumunda. Yaponiya Taşkı İşler Veziri Cungo'nun Taşkı İşler Ministri Wang Yi bilen 90 minut tılpında sözler. Cungo Kompartiyası qattiq tanqid qildi. Mavzuda xabar 4. ayının 5. günü ben bir doğru bitir ilan qilindi. Xabar mundaq başladı. Beijing vaqti 4. ayının 5. günü Yaponiya Taşkı İşler Veziri Mao Minchong Cungo'nun Taşkı İşler Veziri Wang Yi'ga 90 minutluq tilpin berip, nayta qattiq ensiravatqanligini bildirip, Cungo Kompartiyasının talaş tartış buluvatqan deniz territoriyalariga tajovuz qilib ko'rishni to'xtatishni talab qildi. Uyg'urlarning kishilik huquq sharoitlarini yaxshilashni chaqiriq qildi va talab qildi. Hong Kongda bostirishni to'xtatishni talab qildi. Yaponiyaning vaziri Wang Yi ve 4. ayının 16. günü Amerikaga ziyoratga keldi. Prezident Joe Biden bilan suhbat o'tkazdi. Yaponiyaning mushaqitim o'tkaziladigan Yaponiya-Amerika suhbatidan ilgari Cungo bilan telefonda so'zlashib, qattiq signal qo'yib berganligi tashqari dunyoning qattiq diqqatini tortdi. Hatta texmi eğer birleşme tasavvuru qo'zg'allığı Yaponiyada aloqador taraflarning suhbat xotirasida Cungo'ning Tashqi ishlar ministri Wang Yi'ning nima deb javob berganligining tilga elinmaganligi texmi diqqat qo'zg'adi. Volko'chisi gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yaponiyada aloqador tarafning suhbat xotirasiga asoslanganda 1,5 soatlik telefon suhbatida Yaponiya Tashqi ishlar vaziri Mao Minchong Cungo Kompartiyasining dengiz soqchilari talash tartish bo'layotgan dengiz saholarida orqa-orqadan paydo bo'layotganligini minister Wang Yi'ning oldiga qo'ydi. Yaponiya Tashqi ishlar Ministrligi bir parça bayonotida mundaq ko'rsatdi. Tashqi ishlar vaziri Mao Minchong, ya'ni Cungo'ning tajovuzchiligi, Hong Kong vaziyati va Uyg'urlarning kishilik huquqiga aloqador masalalarni o'ttirg'a qo'yib, minister Wang Yi bu masalalardan qattiq ansiraydiganligini bildirdi. Bayonotda yana mundaq ko'rsatildi. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Mao Minchong konkret harakat qo'llanishda qattiq chaqiriq qildi. Biroq tafsilotni oshkorlamadi. Tokyo Beijing bilan normal munosabatni saqlashga tirishchilik ko'rsatib keldi hozirgacha, lekin yaqindan beri Cungo Kompartiyasini to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilishga boshladi.